Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum aziz va muhtaram qadrdon tomoshabin do'stlar. Hammangiz sihat salomat bormisizlar? Iloho fayzli xonadonlaringiz hamisha fayziyoblikka yuz tutsin. Hamisha hammalaringizni qilayotgan xizmatlaringiz xalqqa ham naf tegadirgan, o'zlaringizga ham foydasi tegadirgan, kelajakka nisbatan vatanimizning yuksalishiga hissa qo'shiladigan darajadagi mavqega ega bo'lishligini yaratgandan tilab qolaman. Azizlar, Parvardigori olam oyni jahon orqali bo'lsa-da, siz azizlar bilan yana diydor ko'rishlik baxtini loyiq ko'rgan ekan, biz yaratganga behisob tashakkurimizni izhor aylab, iloho sizlarni ham olib borayotgan ishlaringiz va bizlarni olib borayotgan ishlarimiz ham doimo xalqimizga naf tegadirgan, kelajakda kishilarga nisbatan yaxshilik yo'lini tutmoqlikni odat qildirishlikka da'vat etadirgan fayzli ko'rsatuvlardan bo'lmog'ini tilab qolaman. Azizlar, ko'rsatuvimizni boshlashdan oldin ana shu ko'rsatuvimizning ko'p yildan beri fidoi xizmatini ado etib, xalqimizni hurmat e'tiborini qozonib kelayotgan ukamiz Mir Abbosga so'z navbatini bersam-da, navbatdagi ko'rsatuvni olib borishlikni shu kishini ixtiyoriga topshirsam. Keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz, yaxshimisiz? Salom. Xo'sh xizmat. Men Sobir Sayxon. Chetda Istanbulda yashayman. Mening o'zim yozuvchiman. Bir kichkina asarim bor edi. Bu chetda yashovchi minglarcha voqeadan bitta kichkinagina bir voqea. Agar mumkin bo'lsa, shuni ko'rib chiqsalaringiz, xalqimga, vatanda yashovchi insonlarga shu o'zimizning hikoyamizni bir parchasi bo'lsa ham eshitib qo'yish niyatida edik. Mana hozir shuni olib keldim, agar mumkin bo'lsa ko'rib chiqsangiz xursand bo'laman. Rahmat. Vatan so'zi naqadar aziz. Biz sizlarga hikoya qilib bermoqchi bo'lgan bugungi qahramonimizning boshdan kechirganlari ayni vatan tuyg'usi, sog'inchi, uning muqaddasligi mavzusidadir. Tuz to'polonli yillarda o'zga chora topolmay, jonlarini, farzandlarini, oilasini asrash maqsadida o'zga yurtlardan makon topgan insonning avlodi hikoyasi asosida tayinlangan ko'rsatuv aynan sizni o'ylashga, fikrlashga, mushohada qilishga undaydi. Keling azizlar, bugungi qahramonimizning boshdan o'tgan voqealarni birma-bir yodga olib sizlarga tanishtiray. Bundayin dorilamon zamonni qadriga yetish uchun ham ortga, tarixga bir nazar tashlamoq joizdir. Marhamat azizlar. Bolalarim, jigarlarim, hammangizga ma'lum, birozgina sarmoyamiz bor. Dushmanlar bizning nomimizni ham yuqoriga yetkazishibdi. Farg'ona militsiyasini ro'yxatida nomimiz borligini Jo'raqulni o'sha yerda ishlaydigan o'g'li Nusratqul yetkazdi. Tez taraddudingizni ko'ring deb iltimos qildi. Demak, har daqiqamiz g'animat. Men ketolmayman. Ayjon, siz hech qayerga ketmaymiz. Qanaqa bo'lsa ham sizni olib ketamiz. Yo'q bolam, qo'y. Ovora bo'lma. Men hech qayerga ketmayman. Gapimni eshit. Yo'l uzoq. Yo'lda sizlarni qiynab qo'yaman. Qizillarda ham insof bordir. Qari bir ayolni ovorai sarson etishmas. Ketmayman bolam. Sen biz bilan birga ketmasang qanday bo'ladi, onasi? Men nimagadir o'zi oyog'im tortmayapti.
Axir sizlar ham bir umrga ketayotganlaring yo'q-ku. Baribir ko'nglimiz joyiga tushmaydi. Sen biz bilan birga ketmasang bo'lmaydi, onasi. Uydan ko'nglim uzarmaydi. Qandoq qilib shundoq hovli huvlatib yolg'iz tashlab ketaman? Zo'rlamanglar, men bormayman, men shu yerda qolaman. Axir umrimning eng aziz kunlari mana shu hovlida o'tgan. Hamma bolam birinchi bo'lib mana shu yerda atay-chechak qilgan. Oyoqlari yerga tegib yo'l yurishgan. Qolaversa bu uyning har bir qarishi men uchun aziz. Men bormayman, men shu yerda qolaman, bormayman. Oyijon. Axir bizga ham oson emas, onasi. Lekin ketmasimizdan ilojimiz yo'q. Boshimizga kulfatlar yog'ilishini kutib o'tira olmaymiz. Bu yurtni o'z egalari bor. Ular hozir zaif ekan, bir kun bosh ko'taradilar. Albatta yurtni o'z qo'llariga oladilar. Hech qanday yer begonaga makon bo'lgan emas. Dada, unda taraddud ko'raylik. Na iloj. Hammamiz uchun muqaddas bo'lgan, hammamiz uchun eng qimmatli bo'lgan mana shu hovli edi. Lekin unutmanglar, men sizlarni kutaman. Ko'zlarim zor bo'lib, zor intizor kutaman. Yo'llaringizga ko'zim to'rt bo'lib kutaman. Imonim komil, bu kunlar o'tib ketadi. Yana birgalikda diydor ko'rishamiz. Ilohi amin. Qayerda bo'lsangiz ham boshinglar omon bo'lsin. Tezda omon qaytishni Xudoyim nasib aylagan bo'lsin. Axir oyni 15 qorong'i bo'lsa 15 yorug' degan gaplar bor. Past qilganlar past bo'lsin. Bolalarimiz sog' salomat bo'lsin. Tezda diydor ko'rishimizni Xudoyim o'zi nasib ro'z aylagan bo'lsin. Allohu akbar. O'g'lingiz Qudratjon juda g'alati chiqdi-da. O'zi o'yinimiz chiqib turgan paytda o'yiniga balo bormi? Hamma narsaga qiziqadi. Mayli qo'yaver. Bolada atrofni ko'rgisi keladi. Bularni bolaligi ham ola ta'sir davrga to'g'ri keldi. Peshonasida nima yozilgan? Xudoning o'zi biladi. Bizlarning taqdirimiz nima bo'ladi? Bilmaymiz. Kimsizlar? Qayerdasizlar? Surishtirib nima qilasan? Ko'rib turibdi qashona. Hukumat ajridan qochib yurgan bo'lsa kerak bular. Qani yuringlar bu yoqqa. Yuringlar. Qayoqqa boramiz o'g'lim? Men sizni o'g'lingiz emasman. Biz qarindoshimizga ketyapkan edik. Qanaqa qarindosh? Qani bo'lib tezroq joy-joyda kimligingizni aniqlab olishadi. O'ynab ketib qoldi, chaqirib Gap tamom, hech qanday vaj qabul qilinmaydi. Biron bir bahonani qilib qochish niyatingiz bo'lsa, naq otib tashlayman. Rostdan bolam bordi, ismi Qudratjon. Rostdan yolg'on gapirayotgan. Mana bolang qo'lingda-ku. Shokirjon, katta bolam Qudratjonim yo'q. Yuringlar oldin.
otib tashlayman bo'lmasa. Tashla. Haqiqatdan xotinning bolasi bor edi. Siz aralashmang. Ularni bilasizmi kimligini? Ular qochoqlar. Mana yuringlar. Qani Farg'onani barcha qishlog'idan katta bir kishiga qo'shib yuborsangiz ham mayliga. Esingizdan chiqmasin, u yerda enasi qolgan, ismi Robiya. Farg'onani barcha qishlog'idan amakijon esingizdan chiqmaydimi? Barza qishlog'i esimdan chiqmaydi. Xo'p, bolam. Xo'p. Barza qishlog'i. Voy, ularni ogohlantira olmadim. Ko'kkis kelib qolishdi-da. Keling. Tinchlikmi? O'zingizmisiz? Amakijon, men amallab qochib keldim. Qayerga? Ular bir yerda turishibdi. Men o'g'limni qidirib keldim. O'g'lim qani? Xotirjam bo'ling. O'g'li juda odobli bola ekan. Juda o'ksib yig'ladi. Men uni yo'lovchilar bilan Varza qishlog'iga jo'natib yubordim. Qo'liga tugun qilib berdim. Rahmat. Xotirjam bo'ling. Ochiqsang yegin dedim. Rahmat. Ko'nglingiz xotirjam bo'lsin. Baraka toping. Amakijon, rahmat sizga. Baraka toping. Mayli, rahmat. Men bolamni tashlab hech qayerga ketmayman. Seni yo'q xotin. Qudrajon Farg'onaga eson-omon yetib oladi. Choyxonachi qattiq tayinlab yo'lovchilarga qo'shib yuboribdi. Yo'q, men ham shu yerda enam bilan qolaman. Bolam, menga ham oson deb o'ylaysizmi? O'rigidan ham danagi shirin degan ekanlar. Rost aytgan ekanlar. Hamma yoqda quvla, qama bo'lyapti. Orqaga qaytib keta olmaymiz. Bolamni tashlab ketamanmi? Yo'q, bunday dema, Odina. Hadmay, yurt ozod bo'ladi. Albatta qaytamiz. Umidlarimiz so'ngan emas. Chiqing uydan. Uydan chiqasizmi yo'qmi bo'lgansiz bo'ldi qani. Yaxshi sizga necha marta tushuntirish kerak. Bo'ldi yo'q sizga har bir narsa aytildi-ku. Boshdan oyog'iga eringiz qochdi. Qodirboy eringiz o'z yaqinlari bilan birgalikda qochib qoldi. Sizni esa yoshingizni o'tganligini hisobga olgan holda afv etishdi. Uy joyingiz esa davlat hisobiga musodara etildi. Men endi qayoqqa boraman? Bilmadik qayoqqa borishni. Biz buyruqni yetkazib keldik xolos. Ha aytgandek, uyingizdagi barcha mol-mulk musodara etilgan. Voy, bu ko'rguliklarim bormi peshonamda? Shurim qursin. Yig'lamang. Bu ko'rguliklarim bormi deyga? Yig'lamang, yaxshisiz. Bu yangi hukumatga qulluq qiling, qulluq. Xo'p. Loqal. Uydan bironta kerakli narsalardan oling. Iloyim umringizdan baraka toping bolam. Hozir biron narsa oling. Uyingiz bugunoq egallanadi va bu yerga sho'rolar hukumati joylashadi. Qani uyni tezroq bo'shatishingiz kerak. Agar biror bir qarshilik ko'rsatadigan bo'lsangiz, tegishli joyga olib borib tashlanasiz. Qani, yuring. Senga ishi. Voy sho'rim. Xolajon, tinchlikmi?
Bu yerda nima qilib o'tiribsiz? Uyimdan haydab chiqarishdi bolam. Gapingizga tushuna olmadim. Nima bo'ldi o'zi? Uy joyim, mol mulkim musodara etilib, aqalli biror narsa olishimga ham izn berishmadi. Qariganimda ko'chaga haydab solishdi. Qo'ying. Xolajon, qo'ying. Xafa bo'lmang. Yig'lamang. Qishloqda har bir xonadonga sig'ib ketasiz. Xolajon, hali yaxshi kunlar keladi. Uy joyingizni ham, mol mulkingizni ham hammasini qaytib olarsiz. Lekin hozir bularga tegib bo'lmaydi, xolajon, tegib bo'lmaydi. Yuring. Biznikida yashab turasiz. Kecha kuni dadamiz aytayotgandilar. Robiya xolam yolg'iz o'zlari qoldilar. Hayhotdek hovlida yolg'iz yashashni o'zi bo'lmaydi, qiyin. Chiqib aytgin. Qodir otamlar kelgunlarcha biz bilan yashab tursinlar deyotgandilar. Bugun chiqib shuni sizga aytaman deb turuvdim, xolajon. Rahmat. Iloyo umringizda baraka toping. Axir siz bizni eng qiyin kunlarimizda yordam bergansiz. Yaxshilik qilgansiz. Ularni unutib bo'larmidi, xolajon? Yuring. Biznikida yashaysiz. Xuddi o'z uyingizda. Xohlaganingizcha yashaysiz. Hech ham og'irligingiz tushmaydi. Yura qoling, xolajon. Robiya xola! Robiya xolajon, qayerdasiz? Voy, suyunchi bering! Suyunchi bering! Navarangiz topildi! Navarangiz topildi! Voy Qudratjon! Voy! Voy o'lakay qo'rqindim. Voy bormisan? Voy qandoq qilib qolding bolam? Qandoq qilding? Voy qani boshqalar qani? Qani qolganlar bolam? Choyxonachi meni yo'lovchilarga hamroh qilib yubordi. Ularni askarlar hibsga olganmish. Ularni askarlar hibsga olganmish. Voy sho'rim qursin. Bolam, sen qandoq qilib omon qolding, a? Choyxonada o'tirib zerikdim, atrofni ko'ray deb aylanib kelsam, ular yo'q. Xudoning o'zi seni asrabdi bolam. Yaratgan egam seni asrabdi, onangdan o'tkazsin seni. Ey Parvardigor, o'zingdan boshqa najotkorim yo'q. Bolalarimni o'zing o'z panohingda asragin, Parvardigor. Qayta diydor ko'rishni nasib etgin, Parvardigor. Bu dunyodan noumid ketmaydi. Hamma hozir qorinni g'amida. Tikkan do'plarimni sotolmadim. Xafa bo'lma. Balkim ertaga sotarsan. Bugunchi. Bugun nima yeymiz? Qarab ko'rgin. Supran tegida ozroq bo'lsa ham un bordir. Bunaqada hammamiz mana shu yerda o'lib ketamiz. Unaqa dema Odina. Yaxshi niyat qilgin. Kelganimizga mana 6 yil bo'ldi. Hech bir o'zgarish yo'q. Balki qaytib ketarmiz. Ko'chaga chiqishga bezorman. Hamma vatanini sotib kelgan. Sotqinlar deb menga yo'q qarash qilishadi.
O'zingni bos. O'zingni bos. Menga ham oson deb o'ylaysanmi? Men ham ertayu kech shu haqida o'ylayman-ku. Vatanni men ham sog'inganman. Odina, axir u yerda onamlar borlar-ku. Qudrat bor. Vatanni juda sog'indim. Endi uxlasang bo'lardi. Uyqum kelmayapti. Onajon, doimo vatan deb yig'laysiz. Vatan nima o'zi? Vatan. Buni bir so'z bilan tushuntirib bo'lmaydi-da. Vatan yaxshimi? Ketaylik deysiz. Ha, bolam. U juda ham beqiyos. U yerda seni akang Qudrat bor. Inanglar borlar. Nega u yerlarda yashayvermay keldik, ayajon? Majbur qildilar-da. Kelmasak bo'lmas edi. Qachon qaytamiz? Ko'rgim keladi vatanni. Albatta qaytamiz. Vatan ozod bo'lsa, albatta qaytamiz. Ayting, ayajon, vatan qanaqa o'zi? Senga qanday tushuntirsam ekan? Vatan shunaqangi go'zal bir joyki, har bir kishini o'z tug'ilgan yeri, vatani bo'lishi kerak. Seni vataning o'sha yerlarda. O'zbekiston dedilar. Farg'onadanmisan? Vatan degani otamlar aytib bergan jannatmi? Jannatdan ham mo'tabar joy. Shunaqangi mo'tabar joyki. Men vatanga albatta boraman. Albatta borasan, bolam. Tuzdingmisiz, xolajon? Tuzalib qoldingizmi? Rahmat, bolam. Qani? Endi tuzuk bo'lib qayoqqa borardim? Shartim ketib, partim qoldi degan gaplar bor-ku. Oynasoqol. Nima xolajon? Sizdan bitta o'tinchim bor. Xo'sh. Qudratni ehtiyot qiling. Uni ota-onasi keladi. Albatta keladi. Men bunga ishonaman. Mana bularni olib qo'ying. Onamdan qolgan. Oling. Qudrat katta bo'lsa, albatta unga bering. Unday demang, xolajon. Jon xolajon. Hali tuzalib ketasiz. Ichimdan o'tganini o'zim bilaman, bolam. Hey, sizga ming rahmat. Eng og'ir damlarimda meni yonimda bo'ldingiz. Uyingizdan joy berdingiz, bolam. Agar yaxshiliklaringiz mendan qaytmagan bo'lsa, Parvardigordan qaytsin iloyim. Bizlarni qo'rqitmang. Xudo xolasa, bolalaringizni o'zingiz kutib olasiz. Qanchalik orzu kutganimni bilsangiz. Shunchalik umid qildim.
Lekin umr qisqa ekan. Hayot davom etaverar ekan bolam. Hozir ular qayerda ekan? Qaysi jinoyatlari uchun, qaysi gunohlari uchun hukumat bunchalik ushlab turibdi? Qamoqda bo'lishganda ham qaytishlari kerak edi-ku. Loaqal kelinim qaytar deb o'ylagandim. Qo'lida yosh chaqalog'i bilan nima eshitdim qoldi, bolam. Bolam. Ota, dadasi. Nimaga? Shokirjon yo'q. Hech qayerda Shokirjon yo'q. Yerga kirib ketgan, osmonga chiqqanmi bilmadim, hech qayerda yo'q. Bunaqa odat yo'q edi-yu. Bilmadim. Ko'p kuyinmang, uzoqqa ketib Endi qolmagan. shu yerda turdim. Qudratimda ayrilganim yetmasmidi. Agar endi Shokirjonimga ayrilsam o'lib qolaman, ota. O'zganim yaxshimidi. Hodi, nafasingni siqil, topiladi. Uzoqqa ketib qolmagandir. Yuringlar, qidiramiz. Yuring. Yo'lida nima qilib yuribsan, a? Shu yetmayotgan. Sen bunaqa qiliqlarni qayoqdan o'rganding? Kimdan o'rganding? Gel. Nega kelding bu yoqqa? Vatanni ko'rmoqchi edim, topa olmadim. Meni kechir bolam. Men gumroh meni kechir. Bolam, Qudratjon, ota-onangni ko'rmoq menga nasib etmadi shekilli. Robiya xola, bolani qo'rqitmang. Hali otday bo'lib ketasiz, ana ko'rasiz. Qudratjon,
Sen endi katta bo'lib qolding. Gaplarimni yaxshilab eslab qol, bolam. Otangni ismi To'lqinjon. Onangni nomi Odinaxon. Ukang bor. Shokir ismli. Bularni unutma, bolam. Ularni izlab top. Ular keladi. Albatta kelishadi, bolam. Ularni izlagan, zurriyotlarni topgan insongina bu dunyodan xotirjam o'tishi mumkin, bolam. Enajon, unaqa gaplarni aytmang, qo'rqib ketyapman. Agar ularni topsang, meni kutdilar degan. Uzoq kutganligimni ayt, bolam. Zor, intizor. Har kuni eshikka ko'z mo'ltiratib sizlarni kutdilar degan, bolam. Qani endi bolalarni bir ko'rsam. Parvardigor. Ularni bir bag'rimga bossam edi. Dunyodan bearmon o'tardim. Ular tirik. Ko'nglim sezib turibdi. Ular albatta kelishadi. Men har kuni tushlar ko'raman. Mana shu hovlimizda, mana shu uyimizda yurishganday. Hamma narsa xuddi o'shaday. Doim shundan tush ko'raman. Lekin ular kimlarni qo'liga solib intizor o'tishgan. Aynısı Qudratjon bolam. Muzdakkina suv ichgim keladi. Muzdek suv? Hozir olib kelaman. Yo'q. To'xtang bolam. Qudratjon. Sen olib kel, bolam. Aynısı. Qizim. Mendan rozi bo'l. Enajon, suv olib keldim. Xolamdan ajralib qoldik. Enajon! Qudratjon. Onajon! Onajon, tashlab ketmang. O'g'lim, mana endi sen ham katta bo'lib qolding. Vatan nima deganligini endi tushuntirsam bo'ladi. Vatan bu sen tug'ilgan yurt. Seni vataning O'zbekiston. Farg'onadanmiz. Farg'onaning Varsak qishlog'idan. Mana buvang ham olamdan o'tib ketdilar. Kim biladi deysan? Bizni hammamizni manguga bog'lab qo'yishgani yo'q. Sen hali yoshsan. Dunyo albatta o'zgaradi. Sen katta bo'lasan. O'shanda O'zbekistonga borib, akangni so'roqlar. Akang Qudrat Qodirov degan odam. Katta bo'lib qolgandir.
Qaniydi? Uni bir ko'rib o'lsam. Uni-chi bu yoqqa kelayotganimizda yo'qotib qo'ygandik. O'shanda Barzakka qaytib boroldim ekan. Yig'lama Ejon, biz albatta akamlarni topamiz. Yurtni unutib bo'lmaydi. Yurt degani bu seni kindik qoning to'kilgan joy. Axir kindik qoning to'kilgan joyni unutib bo'larmikan? Axir u seni vataning-ku. Hech qachon unutma bolam. Xo'pmi? Oradan yillar o'tdi. Sargardonliklardan so'ng To'lqinjonlar oilasi Turkiyaga ko'chib kelishdi. Ular bu yerda tijorat ishlari bilan shug'ullanib, biroz o'zlarini tiklab oldilar. Shokirjon o'qib, yaxshi mutaxassis bo'lib yetishdi. Bu orada Qudrat ham taqdir taqozosi bilan Toshkentga kelib qoldi. Bolalar uyda tarbiyalandi. U bu yerda o'qib, yurtga kerakli inson bo'lib yetishdi. Qudrat Varzakka ko'p qatnadi, lekin ota-onasidan darak bo'lmadi. Uni ko'p surishtirdi, lekin baribir darak bo'lmadi. Oxirgi yillari umidini uzib, Varzakka ham bormay qo'ydi. Lekin bolaligi o'tgan hovli ota-onasi ko'z o'ngidan ketmasdi. Shokir akasini istab, vatan jamiyatiga xat yozdi. Istiqlol quyoshi porlagach, u vatan jamiyati orqali akasini surishtirdi. Onajon, Ha? sizni bir kishi so'rayaptilar. Kim ekan bolam? Bobongdek gapim bor deyaptilar. Kelsak. Bor. Menga domla Qodirov kerak edilar. Keling. Uydalar. Kelavering. Borda o'tiribdilar. Bir masala bo'yicha kelgan edim. Ha, to'rtimdan kelavering. Assalomu alaykum. Domla yaxshimisiz? Tinchmisiz? Rahmatlisiz. Uzr bezovta qildim. Rahmat. Rahmat. Chiqibsiz. Uzr domla. Tinchmisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Men Zuhriddin Ismoilov bo'laman. Vatan jamiyatida. Bir masala bo'yicha sizni oldingizga kelgan edim. Biron bir maslahatga keldingizmi? Ha. Ancha bo'ldi nafaqadaman, keyin jamiyatga hech ham ishim tushmagan. Bilasizmi? Sizga qanday tushuntirsam ekan? Men bir narsani aniqlamoqchi bo'lib kelgan edim. Sizni ukangiz bo'lgan Shokir Qodirov. Shundaymi? Lekin 30-yillarda yo'qotib qo'yganman. Ota-onamni ham, ukamni ham. Enam bilan qolgandim. U kishi ham qazo qildilar. Nima? Ukam tirikmi? Ha. Tirik. Tirik domla, tirik. Hozir Turkiyada yashar ekan. Bilasizmi, sizni so'roqlab bizni jamiyatimizga xat yozibdilar. Necha yillardan beri ularni qidirardim. Men ularni surgunda deb o'ylardim. Chunki qamalgandilar. Chet eliga o'tib ketganlari xayolimga ham kelmabdi. Demak, ukam tirik-a? Tirik. Tirik domla, tirik. Istamagan, qidirmagan joyi qolmadi.
Mana bu yerda ukangizni turar joyi, telefon nomeri yozilgan. Endi biz ham u kishiga maktub yo'llab sizni turar joyingizni yozib yuboramiz. Tashakkur. Endi Rahmat sizga. endi menga ruxsat domla. Yo'q. Yo'q, ketmang. Men hozir choydan beraman. Xursandchiligimizni bilan baham ko'ring. Rahmat. Hali men juda ko'p kelaman. Ha, albatta kelaman. Rahmat sizga. Sog' bo'ling domla. Salomat bo'ling. Rahmat. Omon bo'ling domla. Tabriklayman. Rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Dadajon, Dada. men hozir Usmon akamlarga qo'ng'iroq qilaman. Tezda yetib keladilar. Yaxshi qizim. Siz hayajonlanmang. Qo'ng'iroq qiling qizim, qo'ng'iroq. Alo, Usmon aka. Usmon aka, o'zingizmisiz? Ha, tinchlik, hammasi joyida. Quvonchli xabar, Usmon aka. Dadamlar ukalarini topdilar. Turkiyada yasharkanlar. Yo'q, hazillashmayapman. Hozirgina vatan jamiyatidan kelib ketishdi. Bo'pti, tezroq keling, xo'pmi? Tez keling. Dada? Dada, nima qilib o'tiribmisan o'zi? Yo'q, kerak qizim. Voy dada, shoshganda esimga kelmabdi. Telefon nomeri bor dedilar-ku. Hoziroq Istanbulga buyurtma beramiz. Ukangizlar bilan gaplashasiz. Judayam to'g'ri. Telefon nomerini bering. Mana qizim. Darhol qo'ng'iroq qiling. Hozir. Alo. Assalomu alaykum. Salom alaykum. Bizga Istanbulni ulab bersangiz. Nomer 55 67 877. Yaxshi, buyurtmangiz qabul qilindi. Navbati bilan gaplashasiz. Buyurtma nomeri 156. Rahmat singlim, rahmat sizga. Dada, ish bitdi. Tezda ulab berishadi. Ayajon, ukam qachon yuradi, ha? Yana 1 yildan keyin. O'shanda men ukamni yetaklab ko'chaga olib chiqaman, birga o'ynagani olib boraman. Ukam kulyapti, ayajon, menga qarab kulyapti. Ana, uyg'otib yubording. Endi yaxshilab terma. Uxlat. Alo.
Ha? To'g'ri qizim, to'g'ri. Rahmat sizga. Tezroq ulang, tezroq. Alo. Alo. Shokirjon. Qudrat aka. Omonmisiz aka? Ben akşam Alo, eshitaman. Gapiravering. Men u kishini kelinlari bo'laman, gapiring. Ben Shokir amakizman. Assalomu alaykum. Gapiring. İstanbul'dan. Akam Qudrat Qodirov. Ha, Qudrat Qodirov. Xuddi o'zlari. U kishi yig'layaptilar, gapira olmayaptilar. Sizga nima bo'ldi? Neden gapira olmadim? Bormisan? Bormisan uka? Seni judayam sog'indim. Bag'rimga boskim kelyapti uka. Sen tezroq yetib kelgin xudmi? Akajon, men tez kunda yetib boraman. Albatta diydor ko'rishamiz. Boraman aka. Iloji bo'lsa ukajon. Iloji bo'lsa ertagayoq yo'lga chiqing xudmi? Ertagayoq. Sog'in. Men ham sog'inganman aka. Seni qishloq ko'chalarda qo'lingdan yetaklab yuraman degan armonlarim bor edi. Men ham sizni sog'inganman aka. O'sha ushalmagan armonlar haqi seni bag'rimga bosib yurting ko'chalarda bir aylantiray uka. Onamlar oxirgi kunlaringgacha sizni topishimni tayinlab o'tdilar. Omon bo'ling. Meni kuting aka, kuting. Kutaman uka. Seni albatta kutaman. Tezroq kel. Tezroq kel. Albatta boraman. Dadajon, mana shuni ichib oling. Dadajon. Xursandchilik-ku dadajon. Topdim. Xafa bo'lmang. Topdim. Men ukamni topdim. Men ukamni topdim, ukamni. Shokir Qodirov. Shokirjon Qodirov. Shokirjon. Shokir Qodirov bor. Shokir Qodirov. Shokir Qodirov. Qudrat aka. Ciğerim. Var mısın?
Menimcha mana shu hovli bo'lishi kerak. Ha? Xuddi mana shu xonadon. Lekin darvozasi o'zgargan, uylar ham boshqa qurilgan. Lekin shu xonadon. Adashmadingizmi aka? Yo'q. Odam tug'ilib o'sgan joyini esdan chiqarmaslik kerak. Xuddi o'zi. Adashish mumkin emas. Mumkin emas. Dada, chaqiraymi? Chaqir. Xola? Kim? Xola? Keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Voy, Qudrat aka? Sizmisiz? Kelinglar. Assalomu alaykum. Kelinglar. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Kelinglar. Keling. Voy. Xush kelibsizlar, kelinglar. Meni tanidingizmi? Voy, albatta. Bir 10 yilcha bo'lib qoldi-yu kelganingizga. Axir sizga kelib ketib turing bemalol deganidek hech kelmadingiz. Ko'nglim tusaydi, lekin yaram yangilanishidan qo'rqaman singlim. Bir kelay deyman, hech to'g'ri kelmaydi-da. Voy, nimaga bu yerda turib qoldik? Qani marhamat ichkariga. Bu kishi meni ukam. Men sizga aytgandim-ku singlim, men ukamni topdim. To'g'rirog'i, u meni topdi. Xush kelibsiz. Umidingizni uzmay deganidek-ku. Mana bizga ham aytganlarimiz ijobat bo'ldi. O'z salomatmisiz? Xudoga shukr. Rahmat. Xudoga shukr. Xush kelibsiz. Qani marhamat ichkariga. Kelinglar. Kelaveringlar, keling mehmon, keling. Kelinglar, keling. Rahmat. Yo'q, rahmat. Ovora bo'lmang, rahmat. Katta rahmat. Ovorasi bor ekanmi? Shuncha joydan mehmon keladi-yu, yana ovora deysiz-a? Dadam rahmatli. Siz to'g'risida juda ko'p gapirardilar. Dadangizni ham bilardim. Men hozir aka. Bittadan rahmatlik. Agar nasibang qo'shilib yurtga borsang, vatan tuprog'idan olaka. Umrim yetmasa, go'rimga bo'lsa ham sevib qo'yarsan deb tayyor edilar. Shu yer tuprog'idan bordi, hozir olsam nojoiz bo'lmas. mehmonlar nima qilib turibsizlar? Qani marhamat ichkariga. Rahmat.
Opa, amakimlar shu hovlining tuprog'idan olmoqchi edilar. Voy, qancha kerak bo'lsa olaveringlar. Bu yerlar sizlarniki. Dadam rahmatlik iloji bo'lsa bu yer egalarini topib rozi rizochilik olinglar deb edilar. Mingdan ming rozimiz singlim. Mingdan ming rozimiz. Haliyam o'tganlarda chiroqni yoqib o'tiribsizlar. Rahmat. O'tgan safar kelganingizda ham shunaqa deganingiz Qudrat aka. Avval bu yerlar sho'ro hukumatiga o'tgan ekan. Keyinchalik qishloq soveti bo'lgan deyishadi. Qishloq sovetini bir joyga ko'chirib, dadam rahmatlik mana shu joylarni sotib olgan ekanlar. Lekin baribir qayta aytardilar, ilojini topsanglar shu yer egalarini topinglar. Ulardan rozi rizochilik so'ranglar dedilar. Singlim, yer hech kimniki emas. Bu Allohning inoyati. Ammo har bir kishining o'z yurti. Uni hech narsa bilan almashtirib bo'lmas ekan. Men bolaligimdan chet eldaman. Xudoga shukr, turmushim yaxshi. Birovlardan kam emas. O'g'il qizlarim ham hammaligi uyli, joyli. Ammo ota-onamni meni qalbimga jo qilib so'zlagan vatan haqidagi, vatanga bo'lgan muhabbat meni qiynab kelardi singlim. Xijolat bo'lmang. Men hozir choy keltiraman. Qanday taom qilay? Mehmonga boshqacharoq ovqat qilish kerakdir. Yo'q. Siz ovqatga undamang. Rahmat singlim. Ko'p rahmat. Siz bilmaysiz. Dadam, onamlar doimo shu yurtga qarab intilgandilar. So'zlashib, ko'z yosh qilganlarini, soatlab shu tomonga tikilib turganlarini ko'rganimda, nega bunday qilasizlar desam, yurtimiz shu tomonda dedilar. Yo'q. Peshonaga yozilgani emas. Yurtimizni qo'ldan boy berishlik bu, aka. Endi mustahkam bo'laylik. O'zgalarga o'z yurtimizni toptashiga yo'l qo'ymaylik. Axir bu yorug' kunlarga yetish uchun ozmuncha qon to'kildimi, aka? Yurtni sevinglar. Vatanni qadriga yetinglar. Vatan ana shunday aziz. Uning har bir qarich yeri muqaddas, tuprog'i ko'zlarga ziyo. Qudrat otaning ham, Shokir otaning ham vatani mana shu hovlidan boshlangan edi. Ularning ota-onalari ham shu yurtga ko'z tikib olamdan o'tdilar. Zero biz kindek qonimiz to'kilgan mana shu tuproqda yashar ekanmiz, uni avaylaylik. Shu tuproqdan, shu vatandan aziz narsa yo'q. Insonda vatan yagona bo'ladi. Shu vatan uchun necha yuzlab odamlar jon fido qilganlar. Ularni unutmaylik. Ular oldagi qarzni esa faqat shu vatanga bo'lgan muhabbat bilan uzish mumkin xolos. Bizning O'zbekistonimiz jannat makon yurt. Uning charaqlab turgan quyoshi
zilol suvlargacha oltinga teng tuprog'i biz uchun qadrli va muqaddasdir. Bunday yurt, bunday zamonlar bizni hech vaqt tark etmasin. Biz ham mana shu ozod va hurligimizni, mustaqilligimizning qadriga yetaylik. Yurt ravnoqi uchun qo'limizdan kelgancha ter to'kaylik azizlar. Darhaqiqat yurtning obodligi va ozodligi siz u bizning mehnatimizga, mehrimizga bog'liqdir. Azizlar, shuning bilan ko'rsatuvimiz ham nihoyalab qoldi. Men sizlar bilan xayrlashaman. Har biringizning oilangizga tinchlik, totuvlik, turmushingizga farovonlik tilab qolaman. Yana Oynai jahon orqali ko'rishguncha omon bo'ling azizlar.